Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Oxirgi vaqtlarda faqat blogerlar emas, balki asosiy faoliyati Instagramda blog yuritishdan iborat bo'lmagan o'sha hamyurtlarimiz, oddiy Instagram foydalanuvchilari tomonidan turli xil vrachlarni tanqid qiluvchi mazmundagi videolar ko'p tarqayapti. Kimdir davlat shifoxonasiga boryapti va byudjet tashkilotlari dori yetkazib berolmasa shifokorlar ayblayapti. Yana kimdir chiqib turib shifokorlarda vijdonni sotganlikda, Gippokrat qasamiga tupurib qo'yganlikda ayblayapti. Bular bo'lmas dorilarni yozishda, firma dorilarini yozishda ayblayapti. Yana kimdir bo'lsa, o'zicha shifokorlarni top darajaga bo'lib, kimlarnidir qo'sh tirnoq ichida ko'tarib, kimlarnidir tanqid qilyapti. Va ana shu tanqid qilayotganlarga har bittasiga bittadan alohida videomiz bor, o'zimizga e'tirozlarimiz bor. Albatta asosli e'tirozlar firmani dog'lari masalasiga hammasiga va ayniqsa ana shu shifokorlarni top darajaga bo'layotgan, chempion shifokorlarni olib chiqayotgan blogerlarga alohida e'tirozimiz bor. Hali ular bizga qaysi kategoriyalar bo'yicha shifokorlarni o'zlaricha imtihon qilishyapti, kimga yozib bergan standarti bo'yicha shifokorlar tekshirishyapti, qayerda so'rovnoma o'tkazishdi, ularga alohida javob berishadi. Aytmoqchimanki, ana shu shifokorlarni tanqid qilayotganlar o'zlaringlarni qo'linglardan shifokor bo'lish kelmabdi. Marhamat qilib farzandlaringni tibbiyot sohasida o'qitib qo'yinglar. Agar qo'linglardan kelsa, maktab attestatsiyasini olib borsa, quchoq ochib kutib olib, million pullaringizni kontrakt sifatida qabul qiladigan xususiy institut, universitetlarda emas, balki o'ziga o'xshagan abituriyentlar bilan, tengdoshlar bilan kurashib, bellashib, davlat test markazi tomonidan berilgan testlarni yechib, o'zini kuchi bilan kirsagina o'qitadigan tibbiyot oliygohida o'qitib qo'yinglar. Tibbiyotda nonni yeyish qiyin va u nonni halollab yeyish undan ham qiyin. Nimaga men buni aytmoqchiman? Men 3 ta oliy ma'lumotli diplomga ega shifokorman. Ya'ni 6 yil bakalavr, 3 yil magistr va mana tayanch doktorantura bosqichida o'qiyapman, 2-yil. Umumiy men o'qigan yillarimni maktab yilini hisoblamasdan tibbiyot uchun mana shu o'qishga tayyorlanishdan boshlab shu kungacha bo'lgan yillarimni hisoblasam, men umrimning 13 yilini tibbiyot sohasida ilm olishga sarflabman. Va mana ko'rishingiz mumkin. Tungi soat 1 men hech qayerda dejur turmayman. Hali ham o'zimni ishxonamdaman. O'zimning xonamda mana shu ilmni oxiriga yetkazish uchun oiladan, shaxsiy hayotdan, bemorlar bilan ishlashdan vaqt orttirib turib, mana shu ilmiy ishimni qilyapman. Va men bitta narsaga sizlarda e'tiborlaringni jalb qilmoqchiman. Mana har bitta kasallikni o'zini standarti bor. Masalan, bu yerda oddiy bilak tirsak nervlarini yallig'lanishni oladigan bo'lsak, bu yerda mana biz standart bo'yicha yondashadigan bo'lsak, travmatolog, ortoped, neyroxirurg konsultatsiyasi, umumiy qon, umumiy siydik, qonda glyukoza miqdori tekshirish. Undan tashqari instrumental tekshiruvlar, bo'yin rentgenografiyasi, ko'krak qafas rentgenografiyasi, elektrokardiografiya hamda elektromiografiya. Davolovchi protseduralar bu yerda mana UVC, elektroforez, akupunktura, ya'ni igloterapiya, massaj va bulardan tashqari mana jami sanab chiqadigan bo'lsak 14 ta turdagi 14 ta guruhdagi dori preparatlar, ya'ni bu yerda neyroleptik, trankvilizator, natrov, analgetik, nosteroid yog'lanishga qarshi, tutqanoqqa qarshi, antixolesteraza, mahalliy analgetiklar, spazmolitik, diuretik, vitamin guruhi, steroid yog'lanishga qarshi, ferment preparatlari hamda metaboliklar, ya'ni 14 ta turdagi oddiy bitta biz sanjiq bo'lib qolibmiz deydigan kasalligimizga mana shunaqa standart bo'yicha yondashuv buyurilgan. Ana shu bular bo'lmas dorilarni yozadi, kerak emas dorilarni yozadi deydigan o'sha qo'sh tirnoq ichidagi hamyurtlarimiz deymizmi, endi ularni qanday murojaat qilamiz, o'shalarga shuni ko'rsatib qo'ymoqchiman. Shifokor hech qachon kerak emas dorini yozmaydi. Biz o'zimiz standartlarimiz, o'zimiz protokollarimiz bor. Ana shu protokollar bo'yicha dorilar yozamiz va shu o'rinda shifokorlarga dori yozdirib, balki oliy ma'lumotli, balki shu kollejni bitirgandir, ana shu aptekadagi sotuvchilarga, aptekarlarga
borib turib mana shu dorilardan keraklilarini ajratib bering deydiganlar yoki qaysi biri to'g'ri yoki shifokor to'g'ri yozibdimi deydiganlarga men shuni aytmoqchimanki, agar shunaqa qiladigan bo'lsangiz, marhamat o'zingizmi, bolangizmi, farzandingizmi kimingiz bo'lsa ham shifokorga olib kelmang, davolatgani ana shu dorixonaga olib boring, aptekaga olib boring. Chunki ular farmakologiya umuman boshqa yo'nalish, davolash umuman boshqa yo'nalish. Ular dorini farmakologiyasi bilan shug'ullanadi. Biz dorini qanaqa ta'sir qilishi, qanday mexanizm bilan ta'sir qilishi, uni nojo'ya ta'sirlari, qancha vaqt davomida u so'riladi, qancha vaqt davomida chiqib ketadi. Buni biz tajribada ko'rib, sinab, bilib turib, tajribamizdan kelib chiqib, mana shu protokollarga asoslanib yozamiz. Va videomiz so'ngida shuni aytmoqchiman, qadrli obunachilar, sog'lik bebaho ne'mat, albatta sog'lig'ingizni ehtiyot qiling va shifokorlarga ana shu tanqidiy fikr bildirayotganlarga hali albatta biz o'z e'tirozimizni bildiramiz.